hali Vakil, Tohir, haligi o'sha paytda eng haligi anaqasiga chiqqan, yuqori cho'qqiga chiqqan yulduzlar bitta Laylo qo'shila olmayapti. Bonu qo'shila olmas edi, chunki Bonuni o'zim qabul qila olmas edim. Keyin xullas bir kun Turkistonda tursa, Tohir bilan turuvdik, gaplashib, Laylo o'tib ketyapti. Qaqiy, qo'y, yaxshi qiz rosa, boy ta'mir yo'ldan bu yoqqa o'tdi. Laylo bu yoqqa keldi. Keldi. Akendan uzr so'rab qo'ygan. Bir-biringga keraksan, san ham unga, bu ham senga. Shu bilan, понимаешь, в тот день был такое настроение, yo'q boshladi. Shu bilan o'rtoq bo'lib qoldimmi? Ertasidan, ertalabdan telefon, Ko'xi где? Men shunaqa Taronaning yonida bir kafecha bo'lardi. Biz Ali Ro'shan bilan, Sobirov bilan ertalablari borib turardi. O'sha kelardi. Uchrashganda hayotiy gaplar bo'lardi. Anaqa edi, mana hali do'stona bo'ladi-ku, shunaqangi bir hali aka-singil bo'lib ketdikki, o'tirib bir xil paytlar yig'ilardi. Aytardi, u bilan bitta o'xshashli tomonimizni u aytardiki, Laylo, ты знаешь, endi ko'pincha o'rchalab gapirardi-ku. Sen bilan bitta xarakterimiz bor deydi. Nima desam? Bizani ko'rgan odam haligi, bunni osmonda deb o'ylaydi. Atak unaqa emasmiz u, derdi. Layloni men ham seni boshida shunaqa deb o'yladim. Desam, vaholanki u juda ham bir ruschasiga aytganda derski ko'ringan bilan qalban ayolligi bor edi. Juda shaddod ko'ringan bilan, juda shaddod ko'ringan bilan hokisorligi, uni qalbidagi dard, o'zini hayot, o'zini qobig'ida, uni ichidagi muammosi finansiy muammo bo'lmagan unda umuman. Vaholanki chiqayotgan san'atkorlar yarmidan ko'pi 80% tirikchilik manbai sifatida san'atga qarashadi. Kambag'alchilikdan chiqqanlar-da ko'pi. Shu pul qilaman deb chiqardi. Layloda chiqayotgani o'zida puldan muammo bo'lmagan. To'ylarga bormas edi. To'yga Tohir ham bormas edi, u ham bormas edi to'yga.